Qilibni aylantirib qilyapti. Короче, bu oson sizlarga. Shundan mana temirdan, короче, ne qilib aylantirib qilyapmiz. Mana bunday aylangan. Oson masalasi. Shu videoni birinchi qismida ruscha qo'shiq qo'yib qo'ydim orqa foniga. Endi shuni o'zbek tiliga tarjima qilinganini ham qo'yaman. 15 ta skoch. Yigirmata skoch. Yigirmata bo'ldi. Endi shuni yig'ishtirish jarayoni ketyapti. Hozir mana shu yerda da yig'ishtirish jarayoni. Yig'ishtiryapmiz, biz farosatlaymiz. Sobuni bo'lib qo'yinglar. Faqat sen va men, boshqalarni jonim unut, faqat sen va men, yaqinda sovg'a qilaman. Mayo o'rtalar meni ko'taryapti. Atiga 37 kiloman, lekin bu meni ko'taryapti. Bundan o'tolmasligim bu men uchun tabiiy holat, men uchun va bu usul foyda bermaganidan men pastga tushib oldim. Bu usul foyda bermas ekan. Kuchsiga chiqishga qaror qabul qildim, chunki men hali sakraganim va miyamda shu narsa bor edi-ku, sakrash. Va men sakradim. Lekin afsuski bu usul ish bermadi. Короче, uzolmayapmiz, bilmayapti. Kishi bo'lib turib uzolmayapmiz. Men 37 kilo, bu 40 kilodan oshiq bo'lsa kerak taxminan. Lekin men 37 kilo. Voy, men chiqdim sizga. Qochib turdim, hadi. Qochdi. Skoch mana shuncha osilib qoldi-yu, lekin ololmayapti. Qaychimiz ham yo'q, qaychi ham olib kelmaganmiz. Bu tort. Xuddi shu paytda meni miyam ishlab qolib, skoch bitta tortgan edim. Shunday uzilib ketdi. Skoch juda ham ingichka va uzun bo'lib ketdi. Bunga biz 5 minut vaqt qildik. 2 kishi 5 minut vaqt ajratdi 20 ta skoch uchun.